Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamsida qitinglar ekranimiz bo'lsin. Bengal musulmonlari islom dunyosining sukutini buzdi. 8 sentabr New Nation to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Bengal musulmonlari islom dunyosi Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan zulmlarga sukut qilayotgan bir paytda barliq sukutni buzib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlari ustidan elib berayotgan irqiy qirg'in qilish qilmishiga qarshi namoyish elib bordi. Turk dunyosidagi va islom dunyosidagi 2 milliardga yaqin sonni tashkil qiladigan musulmonlar Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan musulmonlarni qirg'in qilish, dindan yandirish, islom dinini bir kasallik deb atab haqorat qilish jinoyatlarini anglamas va ko'rmas bo'lib olgan bugungi kunda Bengal musulmonlarining islomiy qarindoshlik mas'uliyatini ado qilib, Sharq Turkiston musulmonlariga ega chiqishi dunyo musulmonlarining sukutini buzdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'in qilishiga qarshi namoyish juma kuni Bengalning poytaxti Dakkoda elib berilgan bo'lib, namoyishni Bengaldagi Islom Andolon tashkiloti tashkillagan. Namoyishga bir qancha minglagan tashkilot a'zolari va bengallik musulmonlar qatnashgan. Namoyishchilar qo'llarida Uyg'ur musulmonlariga elib berilayotgan zulmlar to'xtatilsin, tarbiyalash o'rni nomi bilan atalgan lagerlar taqalsin degan shuarlar yozilgan taxtaylarni ko'tarishib, Uyg'ur musulmonlariga erkinlik degan shuarlarni tovlashdi. Xabarda yana Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan atalmish yig'ib elish o'rnida millionlarcha musulmonning so'langanligi, Xitoy doiralari ularni inson qalbidan chiqqan vositalar bilan xo'rlayotganligi, bir qism kishilarning izdiriki bo'lmaganligi, Sharq Turkistondagi zulmlarni dunyoda bilmagan, xabar qilmagan axborot o'rni qolmaganligi bildirilgan. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoyni jazolashni talab qildi. 10 sentabr Germaniya ovozi bergan xabarda bildirilishicha, xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan buzg'unchilik qilmishlari sababidan jazolanishi kerakligini talab qildi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti dushanba kuni bir parcha dokument e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan buzg'unchilik harakatlarini ayblagan. Kishilik huquq tashkiloti qaramog'idagi Xitoyga mas'ul bo'limning boshlig'i Sofiya Richardson tayyorlagan dokumentda mundaq deyildi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan kishilik huquq tafsandachiligi 10 necha yillik tarixda ko'rilib boqmagan darajaga yetdi. Kishilik huquq tekshirish apparati 10 necha guvohchi va Xitoyning ziyonkashligiga uchragan kishilarning tuqqanlari bergan isbotlari natijasida Xitoy doiralari Sharq Turkiston xalqini turma va siyosiy tarbiyalash markazi nomidagi o'rinlarga tutqun qilish ahvoli borgan-sari og'irlashmoqda. Xitoy ularni hech qanday adliya tartibidan o'tkazmayla tutib so'layotganligini, ularning aqlanish huquqi tartib etilganligini, hatto tuqqanlari bilan ko'rishishga ruxsat qilinmaganligini bayqadi. Xitoy Uyg'urlarni turmaga sababsiz so'lagandan boshqa Uyg'urlarni qattiq kontrol qilib, ziyonkashlik qilayotganligi, Uyg'urlarni nazorat qilayotgan amaldor va soqchilar sonining 1 milliondan oshadiganligi haqida to'liq isbotlar bor. Shunga kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoyni jazolashni talab qiladi. Agar Xitoyga besim ishlatib Xitoyning insoniy huquq tafsandachiligi to'xtatilmaydi ekan, Xitoy texmo haddidan oshadi. Barliq davlatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti ijroiya komiteti bilan birdek tadbir qo'llanib, ittifoq tashkil qilib, Sharq Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquqqa tajovuz qilish jinoiy harakatlarini baholab chiqishi kerak. Sharq Turkistondagi Xitoy amaldori Chen Quango va uningdan boshqa amaldorlarni qaratmali holda jazolashi, bu amaldorlar kishilik huquqqa tajovuz qilish qilmishiga mas'ul bo'lishi lozim. Sichuanda dam elishga chiqqan askarlar bilan soqchilar to'qinishdi. 11 sentabr Tajivan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, 10 sentabr Sichuanning Chengdu shahrida dam elishga chiqqan yuzlarcha askar bilan soqchilar orasida to'qinish yuz berdi. Xabarda Sichuandagi yuzlarcha dam elishga chiqqan askarlar xalq hukumati oldiga yig'ilib, Xitoy Kommunist partiyasi bergan va'dalarini amaliy ijro qilmaganligiga norozilik bildirganligi, yarim kun saqlagan bo'lsa-mu biror amaldor chiqib ahvol so'ramaganlik sababidan g'azablangan askarlar hukumat ishxonasiga bosib kelishga uringanligi, natijada bexatarlikni saqlash soqchilari bilan to'qinishib qolganligi, ikki tarafning to'qinishi avjiga chiqib, vaziyat kontrol qilinmoqdek darajaga yetganligi, soqchilar dam olishga chiqqan askarlarga qizilmuch suyi chechish orqali vaziyat tizginlanganligi bildirildi. Xabarda yana zo'r ko'lamdagi dam olishga chiqqan askarlar Beijingdagi dam olishga chiqqan askarlarning ishlarini bartaraf qilish bo'limi oldiga yig'ilganligini, undan boshqa yana Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetiga arz sunug'ila borgan yuzlagan dam olishga chiqqan askar bilan
Xibeylik askarlar birlikda Udul Jongnanxayga berib Qizil Ravaqning sirtida yig'ilib norozilik bildirganligini, yaqinqi yillardan beri Xitoyda dam olishga chiqqan askarlarning yig'ilib Kommunist partiyasiga norozilik bildirish harakati ko'payib qolganligini oshkorlagan. Uganda ministeriga mush atgan oqqun Xitoylar tutqun qilindi. Xitoylarning kunsiri Afrika davlatlarida har xil bahonalar bilan ko'payayotganligi hammaga ma'lum. Shundaqla oqqun Xitoylarning barg'ansiri shu davlatlarning yerlik xalqlarini ko'zga ilmasligi, ularni ishlatib xorlishi, ish haqqini bermay yo'lsizlik qilishi qatorliq abdi bashirisi kunsiri axboroti ko'paymoqda. Va Afrika qit'asidagi yerlik xalqlarimo kunsiri Xitoylardan joq to'ymoqda. İjtimoiy uchur vositasi Facebookda bugun e'lon qilingan bu ko'rinishda Ugandadagi ma'lum joyda qurilish qilayotgan Xitoylar tekshirish kelgan hukumat ministriga yo'lsizlik qilib, u joyning o'zlari setib olgan yer ekanligini bildirib, ministrning so'ragan savollarga qo'pollik bilan javob qaytarib yo'lsizlik qilgan va talash tortishdan keyin ministrga mush atgan. Jadaldan keyin ministrning qo'g'dug'chilari bu yo'lsiz Xitoylarni tutqun qilib elib ketdi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi hay'ati Germaniyada 2018-yil 9-ayning 11-kuni Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi Dr. Ataullah Shahir boshchiligidagi hay'at Germaniyaning g'arbiga joylashgan Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi. Informatsion markazi qurilgan 1996-yildan tortib ta bugunga qadar qilayotgan xizmatlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berdi. Shundaqla Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi Dr. Ataullah Shahir Ulamolar birligini tunishtirdi va qilayotgan xizmatlar haqida qisqacha ma'lumot berdi. 1 soat davomlashgan qisqa suhbat jarayonida Qaraqosh apandim Sharq Turkiston Ulamolar birligi hay'at ziyoratiga va birlik qurilgan qisqa muddat ichida uzun musofalarni besib o'tganligini bildirib rahmat aytdi. Nuzugum Kültür va oila jamiyati tutqunlarni yo'qladi. 10-sentabr dushanba kuni Nuzugum Kültür va oila jamiyati Sharq Turkiston tashkilotlar birligining yo'l yo'riqi bilan Turkiya Ichki ishlar ministrligining 40lar eli rayonidagi tutib turish o'rnida ma'lum sabablar bilan tutib turilayotgan qarindoshlarni ziyorat qildi. Nuzugum Kültür va oila jamiyatida aktiv xizmat qilayotgan bir qancha xonim hamshirlar Munavvar o'z Uyg'ur xonimning yetakchiligida boshqa a'zolarga vakolatan u yerdagi ayol va ota-onasi bilan birga turayotgan bolalarga kiyim-kechak, yemak-ichmak, tatliq turum qatorliq buyumlarni elib chiqib, ulardan samimiy hol ahvol so'radi va barliq qarindoshlarning salomini yetkazdi. U yer turayotgan qarindoshlarimiz ziyoratdan cho'nqur mamnun bo'lganligini bildirishdi va salomlarini yetkazishni havola qildi. Ularning ehtiyojli narsalarni yetkazib beradiganligini va'da qilgan ziyorat hay'ati ularning davlatga munosabatli talablarini munosabatli o'rinlarga yetkazadiganligini bildirib qaytishdi. Xitoy Rossiyadagi cho'ng harbiy manevrga qatnashadigan bo'ldi. 11-sentabr Markaziy xabar agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Rossiya Davlat mudofaa ministrligidan e'lon qilingan yozim bayonotda Rossiyaning sharqiy qo'rg'uluqida va dengiz tavallikida 17-sentabrgacha davomlashadigan Vostok 2018 manevriga Rossiya Davlat mudofaa ministri Sergey Shoyguning qo'mondonlik qiladiganligi, manevrga Xitoy va Mong'oliyami qatnashadiganligi bildirilgan. Bayonotda yana manevrning asosli maqsadi harbiy idora organlarining planlashdagi tayyorlik saviyasini belgilash, uzun masofalarda qismlarning qaytadan guruhlashishini ishga oshirish, qo'rg'uluq qismlari bilan dengiz armiyasi o'rtasidagi aloqalarni radga solish, qo'mondonlar bilan qismlarning tayyorlik va harbiy harakatlar jarayonidagi qobiliyatlarini taraqqiy qildirish qatorliqlar asos qilinganligi bildirilgan. Xabarda yana manevrning 2 bosqichli holda o'tkazilganligi, qismlarni Rossiyaning sharqiga o'rinlashtirganligi, shimoliy va sharqiy rayonlardagi dengiz tavallikida dengiz armiyasining texmo kengaytirilganligi, manevrda sharqiy va markaziy harbiy rayondagi qismlar bilan shimoldagi dengiz armiyasi va havo armiyasining o'rin oladiganligi, Tesugul Mashiq maydonida o'tkazilgan manevrga Xitoy armiyasining qatnashadiganligi tilga elingan. Xabarda Vostok 2018 manevriga 300 mingga yaqin askar, 1000 dan ortiq aeroplan, tik uchar, uchquchsiz havo apparatlari, 36 mingga yaqin tanka, Beronovik va boshqa harbiy texnikalik uskunlar bilan birga 80 ga yaqin paraxotmi qatnashadiganligi, Vostok 2018 manevri Sovet ittifoqi mezgilda 1981-yilda o'tkazilgan Zapad 81 manevridan keyin Rossiya tarixidagi eng ko'p askar qatnashgan harbiy manevr bo'lib qoladiganligi qayd qilingan. Amerika Uyg'urlar uchun Xitoyni jazolash harpisi turmoqda.
Amerika hukumatining Sharq Turkistonda 1 milliondek Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab, 2 milliondek Uyg'urni qayta tarbiyalash markazlarida tutib turishda roli bor deb qaralgan Xitoy amaldorlarini jazolashni jiddiy o'ylashayotganligi ilgari surilmoqda. New York vaqti gazetasining dushanba kuni xabar qilishicha, Amerika hukumatining sobiq va hozir vazifa o'tayotgan amaldorlari mazkur gazetga Trump hukumatining jazolashni o'ylashayotganligini bildirgan. Xabarda iqtisodiy embargo Trump hukumatining Xitoyning kishilik huquqni dafsanda qilishiga qarshi olgan tunji jazolash tadbiri bo'lib qoladiganligini bildirdi. Xabarda oshkorlashicha, Amerika hukumat amaldorlari yana Amerikaning Xitoy bexatarlik organlariga va shirkatlariga ta'qiblash texnikasi setishni cheklab, uning Uyg'urlarni ta'qib qilishiga ishlatilishining oldini olishni o'ylashmoqda ekan. Xabarda bu masala bir qancha oydan beri Oqsaroy va Amerika Moliya ministrligida munozara qilinayotgan bo'lsa-mu, lekin buning yaqinqi 2 haftadan beri jiddiylashganligini, bo'libmi Amerika Davlat Majlisining ba'zi a'zolari Tashqi ishlar ministri Pompeo bilan Moliya ministri Mnuchinga xat yozib, 7 nafar Xitoy amaldorini jazolashni talab qilgandan keyin jiddiy tus olganligini bildirgan. Prezident Trump hozirga qadar Xitoyni kishilik huquq xotirasi sababli jazolab boqmagan. Agar u bu qitim ba'zi Xitoy amaldorlarini jazolasa, bu uning tunji qitim Xitoyni kishilik huquq sababli jazolashi bo'lib qoladi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin Aysa Oqsaroyda Uyg'urlarning vaziyatini anglatdi. 10 sentabr Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin Aysa bilan muavin rais Ömer Qanat apandi Oqsaroyda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini anglatdi. Ular Oqsaroyda Amerika Kengash palata a'zolari bilan uchrashib, Uyg'urlarning hozirgi vaziyat ahvoli, Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasi qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Ular muzokarada Oqsaroy amaldorlarining Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga jiddiy ko'ngil bo'lib, masalalarni bartaraf qilish uchun jiddiy tadbirlar izlashga boshlaganligini anglab, intayin umidga to'lgan. Hamda ularmo Sharq Turkistondagi lagerlarning taqilishi, Sharq Turkiston xalqining ozodlikka chiqish haqidagi talab va orzularini o'ttirg'a qo'ygan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.